Dubai House'dan общий obzor kutganmidinglar? Yuringlar sizlarga. Magazinda kiyimlar bilan obzor qilib beraman. Hozir bizda syomka jarayoni ketmoqda, lekin men ko'plab obunachilarimizning talablariga binoan magazinda kiyimlar bilan obzor qilaman. Qaranglar, bu tomonda bizda bazaviy ko'ylaklar, shuba, paltolar bilan birga qo'shib kiygani ilib qo'yganmiz. Kolleksiyamizda mana jemferlar, onaxonlarimiz, xojonalarimiz uchun juda ham bama'ni bo'lgan jemferlarimizni ilib qo'yganmiz. Syomkaga o'tib ketyapti. Qaranglar, kofta yubkalari ham, ustilaridagi kofta yubkalari ham yangi kolleksiyadan turetskiy. Qaranglar, bularning chiroyliligini qaranglar. Voy, olib keling yaqinroq. Bezeklarini ko'ringlar, bezeklarini. Bu ko'ylaklarimiz turetskiy yangi kolleksiyadan keldi. Lamiraj firmaniki. Qaranglar, bizda bunaqa yangi kolleksiyadan shunaqa kofta yubkalarimiz troyka, ya'ni kofta yubkalarimiz kelgan. Har bittasini alohida bittadan video qilganmiz, obzor qilib ko'rishlaring mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Yana mana shunaqangi hozir qizlar o'tib ketishdi. Shu kofta yubkalarimizdan ham yangi keldi. Bular keyin qaranglar, mana uni chiroyliligini xojonalarimiz uchun eng sevimli menimcha pombardi ko'ylaklar bo'lsa kerak. Mana pombardi ko'ylaklarimizni har xillaridan ilib qo'yganmiz. Bu tomonda esa ko'proq bizda kurtkalar, nimchalar, shuningdek oyoq kiyimlarimiz ham bor. Keyingi obzorimizda esa mana shu tomonda obzor qilib beraman. Bu videoni kiyim olmoqchi bo'lgan muslimalar onaxonlarimizga, opaxonlarimizga yuborib qo'yasizlar va Dubai House'ga tashrif buyuringlar. Agar kela olmasanglar, pastdagi raqamlar orqali xohlagan narsangizni buyurtma qilishingiz mumkin.